hammamiz zubatiskalardan foydalanamiz. Ya'ni restoranlarda ham, kafelarda hamma joyda zubatiska qo'yib qo'yishgan, ishlatishadi. Bu o'zi tishimiz uchun foydalimi yoki zararlimi? Stomatolog sifatida fikringizni ayting. Stomatolog sifatida fikrim aytadigan bo'lsak, bu juda ham qat'iyan zarar narsa. Zubatiska, ya'ni shu yog'ochsimon tish tozalovchi narsalar vositalardan umuman foydalanmanglar. Chunki qanchalik u yog'och, u o'zida bakteriya yig'adi. U toza narsa emas. Og'iz bo'shlig'i bitta bo'lgani bilan hamma joyda har xil bakteriyalar bor. Siz bitta kovani kovlab ikkinchisiga o'tkazganingizda bu mikrobni boshqa joylarga ko'chirasiz. Bu milkingizni shamollashga, ya'ni kasallik parodontit, gingivit degan kasalliklarga olib keladi. Bu tish milklarning qizarishi, ishishi, qonashlariga olib keladi. Sizlar kovlagan sari kovak yana ham kattalashib, kovak paydo bo'ladi. Spetsialniy tozalanadigan o'zi metrajli zubnoy nit bor, tish tozalovchi iplar bor spetsialniy. Uni yoki yoningizda olib yurish yoki mana kichkina tayyor tortilgan tish tozalagichlar ham bor. Bu bor. Uy sharoitida esa bunaqa irrigatorlar bor. Shulardan foydalanishni maslahat beraman. Irrigator ichiga suv quyasizlar, tozalayotgan paytingizda u qo'pol qilayotganda karchaga o'xshab suv, napor bilan suv chiqadi. O'sha tishlaringiz tozalab, oralarini yaxshilab o'sha tiqilgan ovqatlarni tozalab, chiroyli qilib beradi sizlarga. Shuning uchun zubatiskalardan foydalanmang, spetsialniy o'zi maxsus tozalaydigan vositalardan foydalaning. Har doim stomatolog nazoratidan vaqtida ochishni unutmang.